Assalomu alaykum do'stlar. YouTube'ga anchadan beri vaqt ajratolmayapman. Bugun ana shu energiya tejamkor uyimizda yana bir fayzli xonadonda turibmiz. Shuni ko'rib chiqamiz yana bir bor. Ancha-muncha shovqinga ahamiyat bermaysizlar. Sababi hozir mana bolalar material zakaz qilishdi. Kelgach shu esimga tushib ketdi. Anchadan beri mana shu YouTube'ga video qo'yaman deb yurganim sababli shuni inobatga olib mana shu uyimiz 8x13 proyektda kushnasi bilan 5 xonali. Iloji bo'lsa proyektni ham qo'yib qo'yaman. Ki yordamchimni telefon nomerlarini ham qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishlar mumkin. Butun respublika bo'yicha qurib berishga harakat qilamiz. Mana hozir o'tgan fevral oyiga qisqa bo'lgani bilan anchagina yaxshi loyihalar qildik. Mana Namangandagi uyimizni tom qismiga juda tayyor. Yomg'irlar qisman xalaqit qildi. O'zimiz Andijondagi loyihalar tayyor va mana shu uyimiz ham qisqa muddatda mana 2 hafta avval, 15 kun avval fundament umuman yo'q edi. Mana shu bugun adashmasam shu 14 yo 15-kun fundament g'ishi bilan tashqi fasadlarimiz polностью bitgan, tayyor holatda turibdi. Endi bu yana bir bor aytib o'tib ketaman. Bu ishlarimizni tashqi fasadlari shunaqangi bir noodatiy bo'lyapti. Misol uchun yillar davomida qancha xizmat qilsa qilaveradi, yo'qmasa bitta gruntovka berib turib, suv qilib, sementovoy tega qilasizlarni xohlagan uylarga chalsanglar bo'laveradi. Ko'pchilik hozir O'zbekiston sharoitida muammo bo'lyapti, uylarini izolyatsiyasi yo'q. Shuni izolyatsiyaga juda ko'p odamlar ahamiyat beryapti. Bu uyimizning ustunlik taraflari izolyatsiyani biz devorning ichiga qo'yib ketamiz. Ham utepletel ko'p xizmat qiladi. Utepletelda issiqdan, sovuqdan, tashqi yomg'ir qorlardan shu g'ishimiz birinchi navbatda saqlaydi. Uyimizning ichi mo'tadil haroratda turishini ta'minlaydi. Yozda salqin, qishda issiq bo'lib beradi. Va tashqaridan uteplet qilinsa, utepletelga ko'p nagrizga bera olmaysiz. Kilay tortib trevitin qilishingiz mumkin maksimum. Lekin bu ishimizda mana shu g'ish davomida qolsa ham bo'laveradi va shu tashqi fasad hozir bitdimi, ichki отделкasiga birdaniga o'tish imkoniyati bo'ladi sizda. Buni qachon imkoniyatingiz bo'lganda tashqi fasadni qildirsangiz qildirasiz, bo'lmasa yo'q, like surtsangiz, laklamasangiz ham bu turaveradi. Bitta gruntovka qilasiz, shu yomg'ir qorlardan saqlanish uchun. Praktik bu ishlarimizdan sho'r chiqmaydi. Respublika bo'yicha kim zakaz qilishidan qat'iy nazar mana shu ishlarimizni kombinatsiya qilib qurib berishimizni o'zimiz ta'minlaymiz. Ichki, tashqi hammasi g'ishli bo'ladi. Mana ichkari taraflariga ham xuddi shundan ishlatamiz. Ko'pchilik hozir yengil konstruksiyali uylar chiqib ketgan, yog'ochdan, boshqadan ko'pchilik g'ishni yomonlaydi, boshqa. Lekin imkoniyatinglar bo'lsa, hozir g'ishli uy qurganinglar afzal, hozir imkoniyat bor edi. Va juda ko'p xizmat qiladi. Xo'p, yana nima bo'lishimiz mumkin? Albatta podushkalar quyiladi, fundamentlar, fundament ichki tarafi albatta gidroizolyatsiya bo'ladi. Tosh tashalmaydi, hammasi zavod betonda quyiladi. G'ishlarimiz ham hammasi gost standart bo'ladi, polni shofda. Shu tarafiga ham inobatga olib qo'yasizlar. Oddiy qurilishda polni shof urilmaydi. Qum, sement yoki loyda uriladi. Ikki holatda ham ustalarga vigidni polni shof qilmasdan terish. Bu hozir biz qilayotgan ishlarda polni shof gost standart uriladi, anchagina qo'l ushlaydi. Lekin bizni tezligimizga ta'sir qilmaydi. Tez, sifatli, energiya tejamkor uylar qurib beramiz. Hozir 20 kunda bundan oldin fevral oylarida eski uyni buzib, fundament qo'yib, tomga tayyorlaganmiz. 1 oy vaqt ketgan. 1 oy vaqt emas. Sababi hozir 7 kun bo'ldi. Namangandagi obyektimizni ham tugatganimizga 160 kvadrat uyimiz. 7 kun hozirda pauza bo'lib turibdi. Yomg'irlar o'tib bo'ldi. Ertadan xudo xohlasa tom ishlariga tushamiz. O'zimiz Andijondagi 114 kvadratlikda bugun tushilgan tom ishlari 2 kunda tomni yopib chiqib ketishni mo'ljallayapmiz. 3 kun oshib borsa.
Savolinglar bo'lsa kommentariyaga albatta yozib ketinglar. Описаниyaga Instagram, Telegram kanallarimiz silkalarini qo'yib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Chet eldagilar ham imo, WhatsApp, Telegramdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Albatta like, подписка tugmasini bosib ketinglar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Jasurbek Stroy Andijondan hammaga allangali salom. Yana bir bor ertaga 8-mart ekan, hammani kirib kelayotgan bayraminglar bilan xotin-qizlarni hammasini chin yurakdan tabriklayman. Nimaki niyat qilgan bo'lsalar, niyatinglarga yetinglar. Orzuyingizdagi uyni biz bilan quring. Har taraflama mukammal uy qurib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.